duolarning ijobat bo'lishligining asosiy sabablaridan bu istig'for aytib yurishligi kerak. Bir shayx oldilariga kelgan har qanaqangi savol bilan kelgan odamga istig'forni taklif qilardilar. Birov kelardi, meni ishim yurishmayapti, istig'for ayting derdilar. Birov kelardi, meni farzandim bo'lmayapti, istig'for ayting derdilar. Meni falon joyim og'riyapti, istig'for ayting derdilar. Kim qaysi masala va mushkila bilan kelsa, unga faqat istig'forni tavsiya berardilar. Haqiqatda mana shu tavsiyalari manfaatli bo'lardi, unga foyda berardi. Haqiqatda Alloh subhanahu va taolo bandaga istig'forni taqdir qilsa va istig'forini qabul qilsa, darddan, g'amdan Alloh taoloning o'zi u bandani forig' qilib qo'yadi.